Xotin qo'li. Dadasi qarang. Qaysi biri chiroyli? Lekin menga ko'proq bunisi yoqdi. Yoqqan bo'lsa ikkalasini ham olur. Xotin qo'li. Tushunmadim. Dadasi, yuring keta qolaylik. Hayotda otang onangga ko'ylak olib berganmi? Demak, otang ham xotin qo'li hisoblanadimi? Sen opangga yoki singlingga libos olib berganmisan? Opani yoki singilni quli bo'lib qolmasa kerak. Bugun men onamga libos olishga keldim. Onani quli bo'lamanmi? Farzandlarim onasiga ko'ylak yoqdi. Demak, olib bersam, xotinni quli bo'laman-a? Essiz. Sandakalar uchun ayollarni oyoq osti qiladiganlar erkaga urushimga ham arzimaysan. Xohlagan ko'ylagingni tanla. Dadasi, shundan yana bitta qo'shib olaylik. Opajon bilan bir xil qilib kiyamiz to'yda. Eski narxi 1.800.000 ekan. Hozir 600.000 so'm. Muxlisaxonga qaysi biri yoqadi? Bular ham chegirmada 600.000 dan ekan. Bilmadim onasi, singlimi didini mendan yaxshi sen bilasan-ku. Dadasi, qarang, buni Oyjonga oldim. Rosa yarashadi. Bu ko'ylakdan ikkita olamiz. Nimaga? Sani tarbiya qilgan ayamga rahmat. Ayamga ham bitta qo'shib olamiz. Adolat buduvarni ma'nosini bildingmi? Yo'q, nima ekan? Qadimda amirlar, sheyxlar arab davlatlarida ayollariga kiyim saqlaydigan joyni buduvar degan ekanda. Voy, menga ham bitta buduvar ochib bering-da. Sani ham qirolichalardan nima kam joying bor? Uyinglardagi qirolichalarga buduvardan kiyim qilish niyatinglar bormi? Beruniy Shoh ko'chasi 1A uy, Afsona savdo markazi 3-qavat buduvar.